Assalomu alaykum aziz quvvatlilar, kanalimiz a'zolari, sizlar uchun zo'r joy topib qo'ydik. Xudo xolasa tinchlikda, kilometrlikda, ya'ni tinchlikda orqa tomonida katta yo'lga 50 metrdan chiqmaydi, 25 metr. Xudo xolasa ushbu joyimiz sotiladi. Bu yerda bemalol xonadon qursalar ham bo'ladi. 18 sotik teplitsalari bor. Xullas, qolagan ishlab chiqarishlarini qilsalar ham bo'ladi. Bu yerda gaz, suv, svetlarning umuman muammo yo'q. Ariqni bo'yida, suvni bo'yida. Hozir ichkarilarni sizlarga to'liq ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Bu yerda mana ichkariga kirdik. Xudo xolasa 3 ta teplitsaga joy qilib qo'yishgan ekan. Bu birinchisi, ichkarisida gullar bor. Mana ko'rsating, ichkarisi pastlarini gullari bor. Xudo xolasa nay tomonda bo'sh, bemalol limonlar ekib foydalansalar ham bo'ladi. Bu yerda mana alohida chiroqli sharoitlar qilib, bu yerga ham teplitsa uchun joy qilib qo'yishgan ekan. Daromadli joy, xudo xolasa. Bu yerga oldi tomonga qarating, bu yerda oldi tomonga bemalol uylar solib foydalansa bo'laveradi. Xudo xolasa ushbu joyimiz faqat shu orqa tomonidan visokiy o'tgan, ko'rib turibsizlar. Bu yerda foydalansa bo'ladi. Qurilish qilib bo'lmaydi, lekin oldiga bu yerda bemalol 5 sotik joyga qurilish qilsa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, sog' bo'linglar.